Kadastr faqatgina bino inshootlarini xatlovini amalga oshiradi desangiz yanglishasiz. Bugun biz temir yo'llariga keldik. Bu yerda geodezik o'lchov ishlari amalga oshirilmoqda. Hozir 4 kilometr o'lchab keldik. Yana 3 kilometr borishimiz kerak. Boshidan beri hisoblaganda 110 kilometrlar bo'ldi. Har bir qadamma-qadam o'lchanib keldi. Bitta liniya tugadi, bu 3 ta liniya hisoblanadi o'zi. Bitta liniyasi Angren shahardan Toshkent shahargacha keladi. U boshqa liniyasi Bo'stonliq tumanidan Toshkent shahargacha keladi. Temir yo'l liniyalari metr o'lchanadi, o'rtasiga qo'yib o'lchanadi. Muhofaza zonasi, shartli belgilari bor, stalbalar, stalbani simlari, gaz turbalari bor bu yoqda. Shular asosan syomka qilinadi. Kanal kollektor bor. Muhofaza zonasi bor o'zini 6 metr tashlab o'lchanadi. Oldin 25 metr edi, hozir 6 metrga qisqaryapti. Shuning uchun syomka qilinib qaytadan o'lchov ishlari amalga oshirilmoqda. 46-nuqta. Bu ham nimadir ma'nosini beradimi? Ha, 10-kilometr, 11-kilometrga qarab ketmoqda davomi. Keyingisida yana 1 kilometrdan keyin 11-kilometr boshlanadi, 12 ga qarab ketadi. 0 dan boshlanib keldi, hozir 10 kilometr bo'ldi mana. Yurib keldik 10 kilometr mana. Sheriklarimiz bor, yana ikkita ular u tomondan kelishmoqda. Bitta syomka bo'ladi. Har bir nuqta o'lchanib tashlanadi. Yarim kun dalada ishlarni amalga oshiramiz va yarim kunida kameral ishlarni amalga oshiramiz. Kompyuterda chizib, o'tirib, nuqtalarni tashlab. Ahamiyatli jihati topograflar nafaqat o'lchov va chizma ishlarini amalga oshirishadi, balki tayyorlangan ma'lumotlarni tartib bo'yicha UZCAD dasturiga ham kiritishadi.